Introvert. Juda ham ko'p shu so'zni eshityapman nimagadir va shunaqa introvert odamlar qanaqadir ma'noda ko'payib ketyaptimi, bilmadim. Okey. Birinchi navbatda tushunib olaylik, introvert o'zi nima? Kimlar ya'ni? Introvert degani bu odamlar bilan yaxshi kelishib keta olmaydigan va uyaladigan odamlar. Va ekstravert, ya'ni buni ham tushunib olsak, tushunishga osonroq bo'ladi. Ekstravert bu yaxshi kelishib ketadigan odamlar bilan va do'st juda ham oson orttiradigan odamlar. Okey. Ba'zi odamlar nega do'st topishda qiynalishi haqida gaplashamiz va bularga sabablarini va undan keyin ba'zi bir yechimlarini beraman va undan keyin o'zim fikrimni beraman. Tushunishingiz uchun bu videodagi ma'lumotlar juda ham ko'pi internetdan olingan va tasdiqlangan, tadqiqot bo'lgan va ulardan birlashtirib bitta video qilishim kerak edi va menimcha bu video juda ham foydali bo'ladi. Videoni oxirigacha ko'ring. Obuna bilan like-ni bosib qo'ying, chunki bu narsa menga juda ham muhim. Keyingi videolarim tezroq va sifatliroq chiqishiga yordam beradi va bu narsa menga motivatsiya, чтобы mana shu mavzuda ko'proq videolar qilishga. Va videoga obuna bo'lib qo'yib, like bosib qo'ying, videoni tomosha qilamiz o'rtoqlar. Keling, sabablari haqida gaplashamiz. Umuman nega siz yoki ba'zi odamlar do'st topishda qiynalishadi? Keling, birinchi navbatda o'zim haqida gapiraman. Ya'ni o'zim qiynalamanmi do'st topishda yoki do'st bilan muammo bormi? Qanaqadir ma'noda yo'q, lekin agar men yangi do'st orttiradigan bo'lsam yoki hech bo'lmasa collab orttiradigan, collab ya'ni men bilan birga ishlaydigan odam topishimda muammo bo'ladimi? Ha. Bormi? Hozir ham bor. Okey. Odamlar bilan munosabatda bo'lishda menimcha deyarli hammamizda muammo bor va menimcha ideal hamma bilan munosabat qiladigan odam bo'lmasa kerak. Va keling bularga sabablarini ko'rib chiqamiz, 5 ta sababi va undan keyin yechimlarga o'tamiz. Birinchi sababi bu odamlar soxta odamlardan qo'rqishi, ya'ni odam tanlashimizda, tushunyapsizmi? Va bu muammomi? Keyin ko'rib chiqamiz. Va ikkinchi sababi bu siz faqatgina jiddiy munosabatda bo'lasiz. Ya'ni misol uchun kimdir bilan shunchaki gaplashib turishda ham u bilan do'st bo'lsa bo'ladimi yoki jiddiy munosabatlar qilsa bo'ladimi? Yani do'st yoki okey, bosh farqi yo'q, bo'ladimi? Shu narsa haqida o'ylaysiz. Siz shunchaki hammadan do'st bo'lish yoki bo'lmasligi haqida jiddiy o'ylanasiz. Mana shu ikkinchi sababi. Va uchinchi sababi deydigan bo'lsak, uchinchi sababi bu juda ham ko'p o'ylab olasiz, ya'ni haddan ortiq. Nega men bunaqa gapirib qo'ydim va u qanday tushundi ekan? Men endi nima qilaman? Xo'p, uchinchi sababi juda ham ko'p o'ylab olish, haddan ortiq. Va to'rtinchisi bu meni hech kim tushunmaydi, men boshqachaman. Siz boshqacha ekansiz degan fikr. Menimcha deyarli hammada bo'ladi. Ya'ni men boshqachaman. Odamlar men uchun shuning uchun meni odamlar tushunmaydi degan narsa bo'ladi. Va bu qanchalik to'g'ri? Keyin ko'rib chiqamiz. Xo'p, 5-chi sababi nima deydigan bo'lsak, 5-chi sababi bu siz kimdir sababli hech kimga ishonmay qo'yasiz. Mana shunaqa. Menimcha bo'lish ehtimolligi bor. Okey, bu sabablar deyarli hammasi emotsionalniy, ya'ni videoni juda ham emotsionalniy qilib qo'ydi. Endi keling, mana shu 5 ta sababiga salgina yechim va bir-ikki gaplashib chiqamiz. Go. Internetda berilishi bo'yicha va meni fikrim bilan mix bo'lgan holatda aytaman, chunki real hayotga to'g'ri kelmaydigan yechimlarni berish mumkin. Shunga yarasha, okey, mix qilgan holatda men ham o'zim fikrim, ham internet orqali yechim berishga harakat qilaman. Birinchi sababi biz aytdikki, odamlarga ishonmaslik, ya'ni faqat haqiqiy odamlarni qidirib, ba'zi odamlarga ishonmaslik. Do'st bo'lmoqchi bo'lgan odamingizda ham bitta-ikkita muammo bormi? Okey, hech kim birinchidan ideal emas. Bunaqa bo'lish kerak do'st. Farqi yo'q, kim bo'lishi do'st yoki sevgida ham farqi yo'q, okey.
demak qanaqadir bo'lish kerak, menga mana bunaqa bo'lish kerak deb qanaqadir shart qo'yapsizmi, demak siz o'zingiz tayyor emasiz bu narsaga. Shunaqa. Va ikkinchisi ikkinchi sababini aytdiki, siz u odamga aynan kimdir bo'lishingiz kerakki, u bilan gaplashishingiz uchun. Ya'ni shunaqa. Agar siz unga kimdir bo'lmasangiz, u bilan gaplashmaysiz. Do'st, qarindosh yoki kimdir. Jiddiy qaramasligingiz kerak ba'zi narsalarga. Okay, shunaqa munosabatlarga, do'stlarga. Chunki mana jiddiy qaramasangiz, sizga juda ham oson bo'ladi. Birinchi navbatda suhbatda ham siz umuman qiynalmaysiz. Taq to'xtab qolsa nimadir bo'lib, do'stlikda ham, o'sha sevgida ham, boshqasida ham siz hech narsani o'ylamaysiz, okay? Siz bilan muammo bo'lmaydi. Bu narsaga jiddiy qaraydigan bo'lsangiz, hammani o'ylab yursangiz, hamma narsani qiynab qo'yadi birinchi navbatda. Ikkinchi navbatda bu o'zi yaxshi narsa, okay? Va okay, uchinchisi haqida gaplashamiz. Uchinchisi bu overthinking. O'ylab yuradi. Bitta narsani misol uchun gapiradida, menda ham bo'ladi bu narsa. Rostdan bo'ladi bu narsa. Menda demak kimdirga gapirasiz, nimadir deb qo'yasizda, o'ylab yurasiz. U nima deb tushundi ekan? Shunchaki ba'zida hech narsani o'ylamang. Ayniqsa munosabatda deylik, do'st orttirishingizda yo boshqasida shunchaki o'ylamang, okay? Agar siz o'zingizni boshqachaman, siz boshqacha ekan va shuning uchun ham odamlar meni tushunmaydi deb o'ylasangiz, siz rostdan ham introvertsiz. Introvert bo'lish bu muammo, faxrlanadigan narsa emas. Tushunishingiz uchun odamlar va deyarli barcha jonzotlar birga yashashga o'rgangan va yolg'izlik faqatgina Allohga xos. Oddiy qilib aytganda, odam bo'lib keldik, odam bo'laylik. Oldingda seni aql bovar qilmas kuchukdi. 5-inchisiga ham yetib keldik. Xo'p, 5-inchisi bu kimdir sababli, ya'ni kimdir sizga rostdan qattiq ta'sir qilgan, kimdir sabab bo'lgan bo'lsa ham, bu narsani unuting. Videoni oxirigacha ko'rganingiz uchun rahmat, okay. Demak, pastda Telegram kanalimni va xullas Instagram akkauntimni yozib qo'yaman. Obuna bo'lib qo'yinglar ularga ham. Menda juda ham motivatsiya kuchli, shunaqa videolar, shunaqa mavzuda videolar qilishga va davom etishga juda ham motivatsiyam baland. Va agar bu video yaxshi prosmotrga yig'masa, sekin nima qilaman men? Udayib qolaman. Rostdan ham shunaqa odatim bor, shuning uchun motivatsiyani tushirmaylik. Meni ham, o'zinglarni ham davayt obuna bilan like bosib ketinglar.